Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar kanalimiz a'zolari. Bugun 28-mart 2026-yil navbatdagi laboga ham chiroyli bo'lgan tunkani o'rab oldik. Bu laboni egalari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Dasht G'alaba qishlog'idan kelibdilar. Laboni mana ichlariga ko'rishingiz mumkin. Choksiz, shumkali variantda tunka qoplatilgan, hech qanaqa petnolari ham yo'q. Ideal holatda bo'ladi. Mana bu joylarga konteyner pollari yo'q, ko'kaklari mana shunaqa holatda bo'ladi. Bu narsalar tormoz berganda ham qattiq yuklanganda teksa mabetlari g'ijim bo'lib kirib ketib qolmaydi. Bukilib ham qolmaydi, kuzovga zarba o'tkazmaydi. Hashay-pashaylar to'lmasligi uchun ham penapleksda qo'yib chiqilgan, issiq sovuqni orqa tomondan ushlaydi. Taylari ham mana 1,5 sm ichkariga qaytgan. Ochganda qo'lda kesmaydigan, ilmaydigan holatda bo'ladi mana shu holatda. Bu yonlari ham shunaqa holatda, mana ko'rinib turibsizlar. Samolyot zaklopkalar qorin tomonidan urilmaydi, tak tomonidan uriladi. Hop, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga behijolat telefon qilaverasizlar. Haftani 7 kun davomida ishlaymiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat ichida qotirib chiroyli o'rnashtirib beramiz. Bizda yana alohida nima bor? Poliga rezinka, tomiga bagaj, yoniga sondiq, orqasiga dugalari bor. 1 soat 1,5 soatda o'rnatib beramiz. Zakotovkalar bor. Kuzatishda davom etinglar. Labo olgan tanish bilishlarga jo'natinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.